Bu pasiyentim, o'zimning kursdoshim. Mana bu do holati, bundan 5 yil avvalgi rasmi. Bu posle holati. Muolajani manda 2 yildan beri keladi. Har 6-8 oyda kelib turadi. Ularga birinchi navbatda chiska, kokteyl qilaman, Radiance Glow kokteyli, plus PDRN kokteyl va Botulinum. Ko'rishingiz mumkin, 31 yoshda, ajinlari juda ham ko'p, yuzlari sepkil, dog'lari juda ham ko'p, yuzi xiralashgan. Prям u xohlar doim koreyalarkidek yuzim yaltirab turishini xohlayman. Ajinim ketishini xohlayman. Yoshimga nisbatan 10 yil yosh ko'rinishni xohlayman derdi. Istagandek hozir ishlaydigan joyda eng yosh ko'rinadigan man o'sha pasiyentam hisoblanadi. Yuzida ajini bor, dog'lari bor, yuzi faqat so'lg'in, xira ko'rinadi pasiyentlari. Bularga nima maslahat beraman? Birinchi navbatda kokteyl muolajasi. Kokteylchi nimalar bor deb savol berishadi menga. PDRN bor, DNK bor, aminokislotalar, peptidlar, gialuronka, ya'ni kollagenga stimulyat qiluvchi, kollagen hosil qiluvchi vitaminlar bor. Buni olganingizdan keyin nima bo'ladi? Kollagen uyg'onadi, yuzingiz yosharadi, elastiklik oshadi, yuzingiz oqaradi, tiniqlashadi. Domashniy hol bilan birga qilinsa bu muolajalar koreys ayollargidek yuzingiz tiniq, yaltirab, ajinlaringiz yo'q bo'lmaydi. Sizdan mana ko'rib turganingizdek do posle effektni xohlasangiz, menga murojaat qiling.